Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Lemonchilik agroxizmat YouTube kanalimiz aziz obunachilari. Bugungi sanamiz 29-iyun 2025-yil hafta kuniga yakshanba. 5-6 kunlik tanaffusdan keyin, ya'ni 5-6 kun shu vodiy bo'yicha yurdik va 5-6 kundan keyin mana kelib, to'g'risi dehqonkalar xursand bo'ldim. Sababi mana shu biz qaraydigan limonlarimizni yiriklashishi, ya'ni massa berishi, yashillik holatlari barchasi joyida. Xudo xolasa avgust oyiga limonlarimizni ko'kiga tayyor qilamiz degan umiddamiz. Dehqonkalar, kanalimizda mehmonlar bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yasizlar. Chiqaradigan videolarimiz manfaatli bo'ladigan bo'lsa, layk bosib bizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Demak, videolar boshladik. Videoni boshlashdan oldin dehqonkalar, sizlarga ajoyib yangiliklarimiz bor. Ya'ni o'tgan safar video qilganimda aytib o'tib ketgandim. Mana shuni batafsilroq sizlarga yoritib bermoqchiman. Ya'niki pullik darsliklarimiz tayyor bo'ldi. Montajlari ham xudo xolasa oxiriga yetib qoldi. Montajlarni qilib qo'ysak, dehqonkalar, pullik darsliklarimiz xudo xolasa sizlarni kutmoqda. Ya'niki mana shu yashil obreska, ya'ni zelen obreska deymiz. Mana shu zelen obreska bo'yicha 0 dan to shu 100 gacha deymizmi? Tushunarli, batafsil qilib video darsliklarni olganmiz. Yorqin akam bilan birgalikda. Xudo xolasa montajlar tayyor bo'lib qoldi. Kimga mana shunaqangi pulli videolarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar bor. Aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa buni xizmatlarini kelishib olamizda va xudo xolasa sizlarga tashlab beramiz. Bu darsligimiz 3 ta darslikdan iborat hozircha. Yangiligimiz, ya'ni mana shu yashil obreska, ya'ni yashil shakllantirish haqida darsligimiz tayyor bo'ldi va o'g'itlash bo'yicha keyin shu biz bilan ishlaydigan dehqonlar bilan ham xudo xolasa oylikli yoki bo'lmasam yillikli to'lovlar orqali birgalikda ishlashni plan qilib turibmiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, batafsil ma'lumot beramiz. Dehqonkalar, mana vodiy bo'yicha 5-6 kunlik safarimizdan keyin kelib limonlarning holatini ko'ryapman. Bugun dori sepdik, 325 va unga temir qo'shib sepib yubordik. Mana shu holatda limonlarimiz mana ko'rinadigan bo'lsa, xudo xolasa yaxshi mevalarimiz. Xo'p, dehqonkalar, yana bitta loyihani xudo xolasa amalga oshirish maqsadida buni ham mana shu boshlang'ich rejalarini yozib tayyorlab qo'ydim. Ya'ni lemon bahonasida degan bir loyiha qildik. Dehqonlar bilan suhbat qilamiz, xudo xolasa. Mana shu lemonni ko'rgani yoki bo'lmasam kesgani, boshqa xizmatlar bilan baribir tashrif buyuryapmiz dehqonlarnikiga. Mana shu qilinadigan ishlar bo'yicha, qilingan xatolar va yutuqlar bo'yicha xudo xolasa dehqonlar bilan ham chiroyli bir suhbat qilib, mana shu lemon bahonasida degan bir ijtimoiy ko'rsatuv xudo xolasa yo'lga qo'ymoqchimiz. Xo'p, dehqonkalar, mana shu loyihalarimiz bemalol aloqaga chiqib yozdirib qo'yishlari mumkin. Mana zelen obreskalarni qilgan edik. Yana tayyor, xudo xolasa yana boshlaymiz zelen obreskalarini. Xudo xolasa limonlarni boquvi zo'r. Mana suvlarni hozir boshida ko'rgan bo'lsalaring, suvlarni boshladik. Erta tongda kelib, mana shu 4:30 da mana shu yerga vitaminlarni sepib, 325 MPKlar sepib, suvlarni boshlaganmiz. Ertalabdan sizlarga video qilyapman. Hozir narigi tomonlarni ham bir qator ko'rsatib ketaman. Albatta videolarimiz manfaatli bo'lsa, layk bosib turasizlar. Mana dehqonkalar,
Xudo xolasa barchamizni mana shu qiladigan ishlarimizga Alloh baraka bersin, hamisha yuzimiz yorug' bo'lsin. Sababi juda katta bir nima desam bo'ladi, umid bilan qilinadigan ishlar, hamma ishlar ham. Shuning uchun Allohdan baraka so'rab qolaman. Barchamiz mana shu qiladigan ishlarimizga, mehnatlarimizga o'zimizga kuch-quvvat bersin. Issiqni issiq demasdan kechqurun bilan mana shu suvlarni qo'yib ishlaydigan dehqonlarimizga albatta kuch-quvvat bersin Alloh. Mana dehqonchalar, sizlarga ko'rsatib ketay, mevalari ko'rinadigan bo'lsa, Xudo xolasa yaxshi, yomon emas. Alohida ishlayapmiz dehqonchalar bu teplitsalar bilan oylikli bo'lgani uchun. Shuning uchun mana shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, dehqonchalar aloqaga chiqsalaring, xohlasalaring yillik, xohlasalaring mana shu oylik to'lovlar bilan birgalikda Xudo xolasa ishlaymiz sizlar bilan. Mana mevalarini ko'rsatib ketay. Dehqonchalar mana ko'rinadigan bo'lsa, mevalarimiz yaxshi. Mana gabaritlarini ko'rsatib ketay. Mana shu qo'lim holatda Xudo xolasa. Keyingi gullab ushlagan mevalarimiz ham Xudo xolasa yiriklashib qolibdi mana. Mana shu tomonni adashmasam video qilgandim dehqonchalar. Mana hozir 6 kun bo'ldimi ketganimga 6 kun safarda yurib keldim. Mana shu ko'rinib, agar sizlarga ham bilinib turgan bo'lsa, mana shularni biz zelyonni obreskalarni qilgan edik. Mana hozir yana o'sib, zelyonni obreskaga tayyor bo'lib qoldi. Xolasa yana hasharchilarni olib kelamiz va mana shu zelyonni obreskalarimizni vaqtida qilishni hammalarga tavsiya beramiz. Sababi dehqonchalar bu birinchidan ona shoxlarimizni ko'paytiradigan bo'lsak, ikkinchidan mana shu o'sib ketadigan shoxlarimiz olganimizdan keyin, ya'ni shakllantirganimizdan keyin kuchini mana shu mevaga ham beradi va mevamizni mana yirik holatlarini ko'ringlar mana. Xolasa yana 1-1,5 oy oldinda vaqt turibdi. Avgust oyidan Xudo xolasa ko'kiga sotishni boshlaymiz. Narxlarimiz ham yomon emas. Men o'zim 2 kun oldin shu o'zimizdagi do'kondan limon oldim. Ya'ni 70 ming so'mdan limon xarid qildim. Mana. Ko'ringlar mana, Xudo xolasa mana shular tayyor sotuvga. Xo'p, kimga mana shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, dehqonchalar bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Faqat mana shu kunduzi soat 8 dan kechqurun soat 6 gacha telefonlarga Xudo xolasa javob beramiz. Dehqonchalar mevalarni ko'rsatib ketaydi. Mana bu yerda bor ekan. Oh, mashalloh mana. Uzoqroq kadrdan beraydi. Ko'z tegmasin, albatta. Barakasini bersin deymiz. Hop. Mana shu dehqonchalar o'tgan safar olgan joylarimni hozir o'zim kelib ko'ryapman. Zo'r o'sib qo'ygan. Mana ona shoxlarimiz Xudo xolasa yana gullab mevaga tayyorgarlik ko'rishyapti. Mana shu zelyonni obrezkani vaqtida qilinglar. Agarda tushunmaydigan bo'lsalaring, albatta mutaxassis chaqirib vaqtida qilishlaringni tavsiya berardim. Sababi vaqtdan yutqazilmaydi. Keyin mana shu yuqorida aytib o'tganimdek mevaga keyin mana shu ona shoxlarni tarbiya qilishimiz uchun juda katta ahamiyatga ega zelyonni obrezkalarimiz. Uchun zelyonni obrezkani vaqtida qildirishlaringni maslahat berardim. Dehqonchalar, apelsinlarimiz mana. Daraxtimiz degan mevalarini ko'rsatib ketay. Bo'lmasa
apelsinlarimiz xudo xohlasa bugun yaxshigina meva qildi. Narida ham bor. Joyida xudo xohlasa mevalarimiz yaxshi. Xo'p, savol takliflar bo'lsa dehqon akalar kommentariyada kutib qolamiz. Bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz uchun imkon boricha hamma kommentariyalarni o'qishga harakat qilamiz. Xo'p. Mana shu larimiz 4,5 da kelganmiz. Shu yerga dorilarini, vitaminlarini sepdik. Undan keyin traktor chiqib ketdi. Shovqinda videoni ovozi buzilmasin deb traktor chiqib ketishini turgandim. Mana traktor chiqib ketgandan keyin video qilyapman. Xo'p, dehqon akalar, mana shu yangiliklarni aytib qo'yay degan maqsadda video qilyapman. Ya'ni tayyor darsliklarimiz xudo xohlasa montajlari oz qoldi. Montajlarini qilib qo'ysak, sizlarga tayyor darslik qo'llanmalarimiz sotuvga tayyor. Kelishilgan holatlarda, narxlarda beramiz. Biz bilan birga ishlamoqchi bo'lgan dehqon akalarimiz, ya'ni shu katta gektar yoki bo'lmasa kichkina bo'lsa ham, ya'ni shu 50 ta 60 tadan ko'proq limonlari bor dehqon akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin biz bilan. Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha bor bilimimizni sizlar bilan baham ko'rib ulashib boramiz. Mana zelyoniy obrizkalar qilingan holatdagini ko'rib turibsizlar, mana yana tayyor bo'lib qolibdi. Xudo xohlasa mana namliklarimiz dehqon akalar, men o'zim bu yerda bo'lmasam ham har kunlik mana shu qilinadigan ishlarni men kuzatib turaman. Sababi menga ishonib, menga oylik to'lagani uchun alohida kanal gruppa ochilgan, Telegramda kanal ochilgan. Har kuni qilinadigan ishlarni men o'zim nazorat qilib turaman. Yo'q bo'lsa ham qilinadigan ishlar tashlab turiladi. Men kechqurun yoki vaqtim bo'lgan paytida ko'rib qilinadigan ishlar bo'yicha maslahatlashib olamizda va birgalikda mana shu ishlarimizni yo'lga qo'yib olganmiz. Mana bu yerda ham apelsin, bu ham mevalari xudo xohlasa yiriklashib qolibdi ancha. Xudo xohlasa yangiliklarimiz juda ko'p dehqon akalar. Mana shu yaxshi narxlarda ham sotishga xudo xohlasa yordam beramiz. Shu oladigan akalar bilan gaplashdik. Endi u paytda narx-navo qanaqa bo'ladi bilmaymiz, lekin harakat qilamiz yaxshi akalarimiz bilan birgalikda ishlashga. Ya'ni mana shu o'zimiz yetkazgan limonlarni, mevalarni xudo xohlasa shu yaxshi narxlarga sotishga harakat qilamiz dehqon akalar. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta sizlar uchun qiziqarli va yangidan yangi ma'lumotlarni berishda davom etamiz.